Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, podpischilar. Xudo xolasa Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga kelganmiz aziz do'stlar. Qo'g'ay qishlog'iga. Hop, mana shu tog'omlarda xonadonlarga keldik. Mana shu akamlarning uchastkalariga yaxshi niyatlarda Xudo xolasa musofirlarda ishlab, mana shu qurilishlarni qilyapti ekanlar. Buyurib nasib qilsa, bizga nasib qildi. Xudo xolasa mana shu xonadonda darvozasi bilan plus kazirogini hop yasab o'rnatib berish bizga nasib qildi. Xudo xolasa yozuvchizini qildik, kelishdik. Aka, inshaalloh Xudo xolasa 25 kun, 30 kun ish kunida olib kelib o'rnatamiz darvozani aka. Rahmat aka. Bo'ldi aka, Xudo xolasa ishga omad, siz ham charchamang. Xudo xolasa yozuvchizini qildik. Hozir taomlar bilan qolgan nimalarni ham gaplashamiz aka. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Xudo xolasa chiroyli tarzda olib kelib o'rnatamiz. Xudo xolasa ishni bitirib beraman chiroyli qilib aka. Inshaalloh. Xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar yurtdoshlar. 12 viloyatga dostavka uстановkalar bor. Narxlari ham hamma narxlarda. Tog'a? Nima deysiz? Biz haqimizda bir fikr bildirib qo'ying. Ha, yo'qdi. Bularni qilgan ishini ko'rdim. Aha. Nihoyatda haligi menga manzur bo'ldi. Menga emas, hammaga ham manzur bo'ladigan ish qilishyapti. Sifatli yaxshi. Pulida ham unaqa muammo yo'q. Ja, qimmat emas, o'ta qimmat emas. Cho'ntaybob. Cho'ntaybob narxlarda. Misol uchun ish sifati ham zo'r. Hamma tomonda hisobni chiqarib, so'rab, surishtirib kelib, ko'rib, undan keyin bular bilan muomala qildim-da men. Xudo xolasa tog'a, hop, ishonch bildirib, bizni tanlaganingiz uchun avvalo rahmat. Xudo xolasa ishonchingizni oqlab qo'yamiz. Omadinglarni bersin. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyatga dostavka uстановkalar bor do'stlar. Aka, bo'pti, sog' bo'ling.